Sen Cobalt'ga hozirgi kunda kamera trend bo'lyapti, tracker kamera. O'ziga birga bir tushyapti. Monitoriga ko'rishingiz mumkin. Buni ulanishidan ketma-ketligini seriyasimi massa bo'ladi. Oq bilan qorani radio blok qo'llaysizlar. Hozir uni ham ko'rsatib o'taman. Sarida zatniyni to'kib ulab qo'yasizlar. Joyini akkuratlik kesib turib, oddiy mana bu kamerani to'rttalisini bilan ishlatganmiz biz. Ismoiljon bitta ishlatib qo'ying. Radio blokda ko'rishingiz mumkin. Kelgansi mana. Bitta tashab turib, ikkosinda chiroyli qilib bir-biriga tegmaydigan qilib chiqarib olasizlar. Bunga programma yoziladi. Programma yozish kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. O'zimizda mavjud. Hamma xizmatini chiroyli qilib ishlatib bitkizib beramiz. Kачествоsi tiniq, rulni birinchi. Rulni burganinglarda bemalol o'ngga chapga o'ngni ishlab beradi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Bu videoda ustoz bolalarga tashab qo'ysanglar, yangi shogird bolalarga foydali bo'ladi. Chunki hamma ham o'zidan o'zi bilib tug'ilmagan. Biz ham buni o'rganganmiz va buni ulashyapmiz. Yoqqan bo'lsa bitta like bosib, kommentariyaga o'z fikringizni qoldirib qo'yasizlar. Obuna bo'lishingizdan chiqmasingizlar.